Ramazan yazmaları. 2. bab. Ramazan şahitim bolsun. Vaqt bütün yaratılışni ma'niga ega qilgan o'zgacha maxluqdir. Shunga Qur'on vaqtning o'xshamagan tilimlari ustida eng ko'p qasam qiladi. Qur'on inson uchun hayotlik ma'nosini bildiradigan vaqtga nisbatan insonning diqqat qilishini ta'kidlash maqsadida vaqt ustida buncha ko'p qasam qiladi. Jafo tortmay ega bo'lganligi uchun qadr ancha bilinib ketmaydigan vaqtga diqqatimizni buraydi. Ammo bu qasamlarning buningdanmi muhim bo'lgan ma'nosi zamonni shohid qilish. Ya'ni val asr. Zaman shohid bo'lib tilga kelsin deganlik bo'ladi. Vaqtga mahkum inson. Vaqt sening shohiding. Unutma, sahar oqshom, kech kunduz, tush, shafaq, kun, oy tilga keladi va Ramazon tilga kelib guvohlik beradi. Vaqt shohid bo'lib tilga kelsa, nima der? Ba'zilar uchun u meni tutdi, lekin men uni tutmadim. Ey Rabbim deydi. Ba'zilar uchun u meni tutdi, menmi uni tutdim ey Rabbim deb shohid bo'ladi. Yana ba'zilar uchun u meni tutmadi, menmi uni tutmadim deydi. Biz bulardan qaysiga tava? Ramazon biz to'g'riliq Rabbiga nimalarni deydi? Vaqtning ba'zi tilsimlarini vahiy oldingi o'ringa qo'ydi. Bularning ichida eng oldida qadr kechisi keladi. Qur'onga ko'ra ming oydinmi xayrlikdir. Qadr kechisi muborak bo'lishini Qur'on nozil bo'lishga boshlagan kecha bo'lganligidan oladi. Bu kechining Ramazon oyi ichidagi kechalardan biri ekanligini yana Qur'on bergan bayondan bilamiz. Undaqda Ramazon ro'zasi bir ma'noda Qur'on tug'ilganligining tabriklanishidir. Ramazon bu sababdan Qur'on oyi. Qur'onning qaysi kun yoki kecha tug'ilganligi noma'lum bo'lgan kechini qo'ynida saqlaganlik uchun hamma kunini ro'za tutish bilan o'tkazgan Ramazon yana keldi. Undaqda Ramazonning sababi va hikmati bo'lgan Qur'onmi keldimi? Ramazonni idrok qilgan har mu'min bu savolni o'zidan so'rashi, hayotida Qur'onning qanchalik o'ringa ega ekanligiga qarab chiqishi kerak. Tug'ilgan kunini katta hashamat bilan kutib olgan ko'z nuri bolalar o'zi uchun nimadan derak berdiganligini so'rab beqish kerak. Qur'onsiz bir Ramazon ro'zasi tutishning go'yo balani o'ltirib tug'ilgan kunini tabriklagandek bir ish ekanligini bilib yetish kerak. Ey Ramazon, kelganda oshiqsizlikdan cho'lga aylangan yuраklarimizga Qur'onning rahmat bulutlarini elib kelgin deyishimiz kerak. Uxlayotgan idroklarimiz Qur'onning shifoliq sop havosi bilan uyg'onsin. Seg'inmagan, ichishmagan, yig'lamagan, kuymagan yurakimiz seg'insin, ichsin, yig'lasin va kuysin. Hamda inson ichki dunyosi qarab chiqadigan safarda ko'ngil girvaklarga ching yepishib, qalb dunyosining eng yuqori cho'qqisiga chiqsin. Bularning reallikqa aylanish uchun Ramazonning mashrabga aylanishining
va o'ruqlash eyiga o'zgartilishining oldini olishimiz kerak. Ramazonni mashrabga aylantirganlar ro'za hayitnimi kamput bayramiga aylantirib etadi. Halbuki Ramazon jismoniy jihatdan kichiklab, ruhiy jihatdan yuksalish to'g'riliq ta'lim berilgan bir zamon tilimdidir. Ramazon ruhi dunyoning ozuqlanish mezgili. Şoňa bu ayda insonning hayvoni tarbi, ya'ni nafsi, ichki tuyg'ulari, shahvati, xumari va dunyoga berilib ketish hirsi orqaga ilinib, insoniy tarbi oldiga chiqariladi. Ramazon yilda bir qatim ruhiy dunyoni parvish qiladigan oy. Roza inson qalb dunyosi qarab yo'lga chiqadigan safarni amalga oshirishning bir vositasi. Qalbga, ya'ni insonning o'ziga qiladigan safari. Agar bu safarni davom qilishga bel bog'lasa, u yerda uchrashidigini yana o'zi bo'ladi. Eng tabiiy, niqobsiz, yelin holdagi o'z shaxsiyati bilan uchrashadi. İnsan bu safarning oxirida o'zi bilan uchrashadi, belishadi, tanishib chiqadi va ichki tashqi dunyodagi men bilan aplashadi. Ya'ni silim, tinchlik, taslimiyat va salomatga, ya'ni nijotlikqa erishadi. O'zi bilan chiqisha olgan kishi shubhasiz haqiqat bilan chiqisha oladi. O'zi bilan chiqisha olmagan, ya'ni fitratiga yotlashgan kishi Allohdan tortib haqiqat bilan, tabiat bilan, insoniyat bilan jidallashib turdi. Yashayotgan bu kunlarda shu xatarlik va teyilg'oq zamonda hammamiz soxta va sun'iy kun tartib yomg'iri ostida o'zimizni yo'qotib qo'yyapmiz. Mana fursat yetib keldi. Ramazon to'g'ri va ilohiy kun tartib. Hatto Ramazon shohidimiz. Ramazon shohid bo'lsinki, men uni, u meni tutdi deyishni kim orzu qilmaydi deysiz?